Hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy rasklad qilmoqchi bo'lganlar WhatsApp orqali aloqaga chiqasizlar. Energiya men uchun bitta like, podpiska sizlardan. Hop, bugun kartamga savolim bir hafta ichida, ya'ni 7 kun sizda nima bo'ladi, nima kutyapti. Hop, o'rtoqlar, farqi yo'q, haftani qaysi kunida ko'ryapsiz. Eminda hozirdan o'zingiz hisoblaysiz 7 kun ichida, ya'ni bir hafta ichida. Hop, o'rtoqlar, qani ketdik. Tak. Yaxshi, boshlanishi emas. Hop, o'rtoqlar, oramizda sevishganlar bo'lsa, yangi paralarga bu tegishli, основной yoki uzog'i 1 yilga отношенияda insonligiga tegishli juda ham chiroyli hafta bo'ladi. Yokida qanaqadir partnyoringizdan surpriz, podarka yokida biror bir qanaqadir ya'ni ko'nglingizni ko'taradigan narsa bo'ladi. Agarda oramizda ishlaydigan ayollarimiz bo'lsa, ishingizda ozgina ko'ngil xiralik bo'ladi va qaysidir ishingiz ozgina cho'zilishi mumkin, lekin ishingiz hal bo'ladimi? Hal bo'ladi. Bitta erkak orqali siz ishingiz hal bo'ladi. Yuragingiz siqilib turgan paytda bitta erkak siz ishingizni hal qilib beradi. Agar eri bor inson ko'rayotgan bo'lsa, ozgina oilangizda yokida urush deymizmi, yokida bir qanaqadir oilaviy bir urush bo'lishi mumkin. Ya'ni qanaqadir xafagarchilik bo'ladi. Kimdandir xafa bo'lasiz. Keyin kartam aytayotdiki, ogohlantiryaptiki, bir insondan, ya'ni ayol kishidan ehtiyot bo'l. Bu hafta ayol kishi qanaqadir sizga yomon niyati bo'ladimi yokida bir qanaqadir ko'z tegishi bo'ladimi? Ya'ni bitta ayoldan uzoq tur va qanaqadir gap yokida siringiz bo'lsa, bu hafta u inson ayol bilan bo'lishma deyapti. Va bitta ayoldan uzoqroq tur. Yana sizni atrofingizda bilasizmi, qanaqadir ayollar ko'p chiqyapti. Kartam aytayaptiki, bu hafta bir ayolga ehtiyot bo'l va bir ayolga siringni yokida yaxshi yomon o'tkazgan kuningni aytma deyapti. Xullas, bu hafta bir ayoldan ehtiyot bo'lamiz. Umuman olganda kartalar yaxshi chiqdi, lekin ehtiyot bo'linglar.